Sizni ko'rinmas tarzda xavf-xatarlardan kim himoya qilishni bilasizmi? Tasavvur qiling, siz butunlay yolg'izsiz. Atrofingizda esa qorong'ulik va dushmanlar. Ammo kutilmaganda osmon shivirlaydi. Muqaddas kitobda Zabur kitobi 33-sano 8-oyatda shunday yozilgan: Egamizdan qo'rqqanlarning atrofida egamizning farishtasi qarorgoh qurib, ularga najot baxsh etadi. Bu shunchaki so'zlar emas, bu ilohiy va'da. Solih inson qadam bosganda uning ortida ulug'vor va qudratli qo'shin turadi. Farishtalar nafaqat kuzatib turadi, yana ular himoya qalqonidir. Ular olovli qilichlari bilan zulmatni parchalab, sizni yomonlikdan asraydilar. Siz hech qachon yolg'iz emassiz. Xudo o'z farishtalariga sizni har bir yo'lingizda asrashni buyurgan. Ular sizning ilohiy soqchilaringizdir. Xo'sh, siz bu himoyani his qilyapsizmi? Videoni oxirigacha ko'ring va qalbingiz uchun tinchlik toping.